Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz va dehqon akalarimiz. Bugun sizlarga bizning kanalimizda eksklyuziv video qilamiz. Ya'ni sizlarga Xudo xolasa Yevropa nima dedingiz Ozodbek aka? Yevropa, Ispaniya, Italiya o'sha ko'chatlarni tanishtirib beramiz. Ozodbek akamiz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat, do'stlar, tinchmisizlar? Oldilayim. Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi kunda shu akani obunachilari ko'rib turibsizlar. Mana hozirgi kunda Yevropa, Italiya, chet davlatlardan har xil assortimentda ko'chatlar yetishtirib qo'yyapmiz. Endi buni ko'rsatish, yetishtirishdan maqsad katta yeri bor akalar, sortga aldanib qolayotgan akalarga shu narsalarni tavsiya qilib chiqyapmiz. Bu hozirgi kunda mana aka sizlarni obunachilarga tanishtirib o'tamiz. Bu ko'chatlarning o'rik ko'chatlari bo'ladi. Akalar, video menga qaratib turingda. Hozir Ozodbek akamiz o'zi aytishyapti. Aka 100% javob deyishyapti. Bilasizlar, endi yomonlashmas, boshqa yerda yo boshqa emas. O'zim ham ko'p bozordan olib yeb qo'yganman-da. Kelib ekkanman, boshqa chiqqan yoki umuman chiqmagan. O'shunaqa holatlar ko'p uchraydi. Bugun Xudo xolasa qanday qilib borib o'rnatishga ham bitta ko'rsatib berasiz. Qanday qilib to'g'ri ko'chatni o'rnatish, boshqa qilish va hammasini tushuntirib berasiz. Ozodbek aka, bo'lmasa boshlayvering. Qaysi biri hozir bu ko'chatimiz? Hozirgi kunda aka bu nima Turkiya davlatidan kirib kelgan yangi navli erta pishar o'riklarimiz. Bularning mevalari hozirgi kunda $2 dan $3 sotilyapti mevasi. Yo'q, eksportga olish narxi. Shulardan ekishlar tavsiya beramiz. Hali katta yeri bor akalar bo'lsa, shularni eksa, masalan, Voha tomon, Samarqand, Buxoro tomonlar shu narsalarni eksa, yanada erta chiqadi bu. Ertaroq chiqadi. Masalan, bizda $3, $2 sotilayotgan narsa, aqda $3,5-4 sotilish ehtimoli bor. Tushunarli. Bularning eksportga narxi. Masalan, hozirgi kunda hamma navli yangi sort nimalar yetishtirib qo'yilyapti. Izlab yurgan akalarga, ukalarga, masalan, xonadonlarga ekishlarni hamma joyga ekishlar tavsiya beramiz. Zo'r. Chekkasiga videosini qo'yib ketamiz. Buni videosi bor, qanday o'riklarga hammasini. Bor. Xudo xolasa 100% javob deyishyapti Ozodbek akamiz. Garantiyalarni berishadi. Bularni olib borib qanday holatda boradi Ozodbek aka? Buni xullas ko'chiriladi aka, paketlar sveji ko'chirib beriladi. Masalan, nechta so'rasa, masalan 5000 dan 10000 dona so'rasa, paketlarni tomiri mashinalarga yuklanib, o'sha aytilgan manziliga yetkazib beriladi. Zo'r. Unaqa kamchilik boshqa narsa. Bunlar kesiladimi, boshqa bo'ladimi? Kesiladi aka. Shakl beriladi, tayyor kesib, ekishga tayyor qilib beramiz. Boradi, o'rnatishadi bo'ldi. O'rnatishadi. Zo'r, ajoyib. Bu o'riklarimiz o'sha Turkiyaniki ekan, aytishlari bo'yicha. Endi bunga ma'lumotimiz tugagan bo'lsa, bunga o'tavering. Bunimiz qanaqa? Chiroyli. Bu hozirgi kunda aka bu shoftoli ko'chatlari. Hali lissisi, deydiganlar tukligi, har xil sortlaridan bor shoftolimiz. Keyin shoftlarimiz ham rat-ratiga payvand qilingan. Rat-ratiga. O'sha ro'yxatga qarab berilaveradi. Hozir mana ko'rib turibsizlar. Bular qayerdiki? Bular aka shu Yevropaniki bular. O'sha nimadan kelyapti? Amerika, chet davlatlardan kelgan sortlar. Zo'r. Akamiz o'zlari shu ish bilan shug'ullanishadi. Dehqon. Pastda albatta nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. O'zlarining ham YouTube kanallari bor ekan. Bemalol qanday obzorlarni qilib bergansiz u yerda ham? Obzorlari bor hamma yo'q. Zo'r. Buni ham hozir videosini qo'yib o'tib ketamiz. Narxini nima qilamiz? Aytamizmi? Narxini aytaveramiz. Xo'p, aytingchi narxini. Hozirgi kunda o'riklarimiz 25000 so'm sotilyapti. Kelib olib ketganlarga pochtalyon bo'ladigan bo'lsa, pochtasiga qo'shib berilyapti. Xo'p. Bu shoptollarimiz hozirgi kunda 25000 dan 35000 so'mgacha shoptoli bor. Sortiga, naviga qarab, shu narxlari ko'tarilaveradi. Faqat bizda siz aytgandek ishonchli 100% ko'chatlar. Bu bog'dorchiligimizni eskidan azaldan bizga ota kasb. Shu narsani yoshlikdan yetishtirib olib chiqqanmiz. Akalar, like bosib, dehqon akalarimizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, Xudo xolasa yo'lda ham qilib berasizmi yo bo'ladiganimi? Yo'lda qilib beramiz. Yo'lda qilib berasiz. Like bosdim aka. Albatta shu like bosib, shu Instagram ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan shu akalar, shu videoyimiz agar 100 ta like olsa, 10 ta kommentariy olinsa, albatta chegirmalarini qilib beramiz. 100 ta demang, u YouTubedan ko'rishyapti aka. Instagram emas, hozir YouTube'ga olyapmiz. 100 ta like demang, ya like yengillatting. Bir 5000 ta like qilib berishsa, bo'pti 5000 ta. 5000 ta qilib berishsa, Xudo xolasa arzonlatib yo'lda qilib bering. Endi men aytganim 100 ta deganim aka. Bizni albatta o'zbeklar qo'llab-quvvatlaydi deb umid qilamiz. Albatta, конечно, endi zo'r. Gap yo'q. Bo'lmasa like tugunlatib turinglar. Yo'lida qilib berasiz, kelishtirib berasiz. Albatta. Keyingi ko'chatlarimiz qaysi Ozodbek aka?
Qani bitta Bu ko'rsatingchi bizga. ko'chatlarimiz endi aka, mana yerda hozir shoptolar tanishtirib o'tdik. Aha. Ha. Bular hammasi shaptoli, Bular a? hamma shoptolar, shu shoptolimiz ko'p. Bu shoptollarni aytibman har xil sortlardan. Endi hozirgi kunda monolarimiz, giloslarimiz bo'ladi. O'zimizni olcha kompot qilinadi-yu. Ha. O'sha giloslarimiz shular. O, gilos deganda qarang. Bir xilgilar hali olchani ham gilos deydi. Aha. Olchami, gilosmi bu? Bu shpanka degan gilos, samarqandskiy shpanka deyiladi. Aha. Olchadan yirik bo'ladi. Olchadan yirik Yirik bo'ladi. Rasmini ham qo'yib o'tib ketamiz. Albatta. Bularda ham videolari bor. Keyin bu hali maydasidan emas, yirigidan bu. Yirigidan. Bu maydasini bo'lmaydi, u achchiq u. Aha. Bu nordon, kisli slatki. Kisli slatki. Zo'r. Bularimiz narxi nechi pul Ozodbek? Bularning narxi aka hozirgi kunda 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha qilib berilyapti. 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha. Zo'r. Bularimiz-chi? Bularimiz aka, bular 2 yosh, 3 yoshdan nishona berishni boshlaydi. Bular hozirgi kunda internetlarda, chet davlatlarda, O'zbekistonimizda mashhur bo'layotgan giloslar. Bular hali tana bo'ylab hosil beradi. Tana bo'ylab? Ha, tana bo'ylab hosildorlik beradi. Mevasini yiriga kalibri 30 gacha kalibr beradi. Yo'q, Keyin bularimiz ana shu tez hosilga kirish hisobiga bular o'zini o'zi 100% changlatadi. O'zini o'zi changlatadi. O'zini o'zi changlatadi. Zo'r. Ajoyib. Bularimiz narxi nechi pul? Bularning narxi aka 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha. 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha. Dastavkasi alohida bo'ladi. Dastavkasi ichida. Ichida qilib berasizmi? Dastavkasi bepul buniki. Gap yo'q. Dastavkasini ham yo'lda. Nechta olasiz eng kamida? Eng kamida 100 dona olgan obunachilaringizga dastavkasi bepul. Gap yo'q. Zo'r ekan sorti, menga yoqdi akalar. Rasmini ham chekkiga qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol ko'rib o'tsalaring bo'ladi. Yana bizda qanaqa sortlar bor? Hozirgi kunda pastki tomonimizda olma bor, nokimiz bor, beximiz bor. Asha aytib o'tganimizda barcha assortiment ko'chatlarimiz shu yerda paykanimiz. Xudo xolasa telefon qilib berishsa, hamma ko'chatlardan qilib berasiz. Albatta, eng qiziqarli joyi keladi, sveji qo'yib beramiz. Bizda hali ko'chirib qo'yilib, ko'mib qo'yiladigan ko'chat emas. Keladi pakeldan sveji ko'chiriladi, shu yerdan olib ketadi. Agar bo'lmasa, shuni ko'ylanayotganimizda ko'rsatib berilaveradi obunachilar. Ayniqsa masalan Samarqanddan yoki Vohadan chiqayotgan akalarimizga baribir kerak bo'lsa videoda ham ko'rsatib haligi qilib berasiz. Undan tashqari qanaqa qilib ekish boshqalarni ham o'zingiz nazoratga olasiz aka? Albatta. Faqat shu mehnatlarga shu obunachilaringiz poddeshka qilsa bo'ldi. Gap yo'q. Xudo xolasa poddeshka qilib berishadi. Siz bu yoqdan poddeshka qilib bersangiz, u yoqdan biz obunachilar qo'llab-quvvatlab turishadi. Dehqon o'zi ko'ngli keng. Shunaqa. Jicha yelkalarini silab akajon desangiz, Xudo xolasa yo'lda qilib berishadi. Albatta. Menimcha hamma narsani aytdik, aka. Yana bir narsa qoldimi? Aytib bo'ldik. Endi bo'ldi akalar hozircha. Keyin nimamiz bor? Yevropa, Turkiya davlatidan, Ispaniya davlatidan nima Black Splendor, Black Diamond degan silvalardan kirib kelgan. O'sha narsalarni ekishni tavsiya beramiz. Videosini qo'yib o'tib ketamiz. Albatta, hammasining videosi bor aka. Videosini tashlab berasiz, Xudo xolasa qo'yib o'tib ketaman. Albatta, chiroyli qilib beramiz. Zo'r, gap yo'q. Akalar, agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, bemalol Ozodbek akamizga telefon qilsalaring bo'ladi. Pastda nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Xudo xolasa poddeshka qilib, ishonchli ko'chatlar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamga jo'natib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aka, sizga rahmat. Charchamang. Sizlarga ham rahmat. Faqat shu obunachilaringizdan poddeshka kutib qolamiz. Zo'r, gap yo'q. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Sog' bo'lasizlar.